Pora bergan ham, pora olgan ham javobgarlikka tortiladi. To'g'rimi? Jinoyat kodeksining 210 hamda 211-moddalariga ko'ra mansabdor shaxsga pora taklif qilish ham, porani qabul qilish ham javobgarlikka sabab bo'ladi. Joriy yilning 8-fevral kuni Konimix tumani hududida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektori Zafarobod shaharchasida Zarafshon Konimix yo'nalishi bo'ylab harakatlanib kelayotgan Gentra rusumli transport vositasini to'xtatgan. Ushbu haydovchida esa transport vositasini boshqarish huquqi mavjud emasligi aniqlandi. Mashina qayerdan haydab kelyapti? Qayerdan berdingiz? Haydash huquqi. Harakatidan keyin. Sizda haydash guvohnomangiz yo'q ekan. Holat yuzasidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-moddasi 1-qismi bilan elektron tarzda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina belgilangan tartibda jarima maydoniga joylashtirilgan. Transport vositasini ishonchnoma asosida boshqarish huquqiga ega bo'lgan fuqaro xodim bilan muloqotga kirishib, avtomashinani jarima maydonidan chiqarish va jarima to'lamaslik evaziga 500 ming so'm miqdoridagi pullarni pora tariqasida berishni taklif qilgan. 210-211 bilan kecha ham tanishdim. Pora bergan ham, pora olgan ham javobgarlikka tortiladi. To'g'rimi? Xodim uning harakatlari noqonuniy ekanligini, pora berish javobgarlikka sabab bo'lishini ta'kidlab aytsa-da, yo'l patrul xizmati inspektorining bir necha marotaba ogohlantirishlarga qaramasdan fuqaro pora berishni taklif qilishda davom etgan. Mazkur holat bo'yicha Ichki ishlar vazirligi Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Navoiy viloyati bo'yicha bo'limi hamda departamentning Navoiy shahar bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Haydovchi 500 ming so'm miqdoridagi pullarni pora tariqasida xodimga taklif qilgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan jinoyat ustida ushlanib, holat tegishli tartibda rasmiylashtirildi. Ayni paytda ish yuzasidan departamentning Navoiy shahar bo'limi tomonidan fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining 211-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.